Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, aziz kanalimiz obunachilari. Xo'p do'stlar, bugun qanday qilib Instagramga galichka olish haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, buning uchun Instagram kirib olamiz. Nastroyka bo'limiga o'tib, qarang pastda mana подтверждение profil. Shunga o'tamiz. Metafire'ga mana. Dars davom etamiz. Birinchisiga 0.49 dollar ekan mana. Birinchisiga xullas 0.49 sentda 0.9 sentga olasiz. Ikkinchi oydan boshlab 7 dollar 99 sent. Bunda ham lekin qanaqadir mezonlarga to'g'ri kelishi kerak albatta. Продолжить qilib davom etamiz. Xo'p, mana. Albatta viza karta bo'lishiga ulangan bo'lishi kerak. Mana viza karta so'rayapti. Mana hozir viza kartaga o'tkazib yuboraman. Shu iCloud endi men iPhone'da ishlatganim uchun iCloud'imga viza karta ulangan. Mana shuni bosib o'tkazamiz. Qabul qilindi. Mana do'stlar, продажа mana Metafire olindi. 8-may 2025-yilgacha ro'yxatdan o'tdi. Mana. Buni olish oson. O'zingizlar harakat qilsangiz